uyi yonidan o'tib ketayotgan ekan. Cho'ntagidan 1 litrlik shishani tushirib qo'yibdi. Buni ko'rgan Yanichar og'asi Bektoshiy darveshni chaqiribdi. Sen ichkilik taqiqlanganini bilmaysanmi debdi. Albatta bilaman deb javob qaytaribdi. Unday bo'lsa, nega bu shishani olib yuribsan? Men bo'sh ichkilik shishasi taqiqlanganini bilmas edim, debdi darvish. Nima bo'pti? Bu ichkilik shishasi. Ichkilik vositasi, demak, jinoyat vositasi debdi og'a. Bektoshiy: "Afandim, bu shishada gul suvini ham olib yurishingiz mumkin, zaytun moyini ham olib yurishingiz mumkin. Illa ichkilik olib yurish kerak ekanmi?" debdi. "Yo'q, jazolanasan. Sen bunda ichkilik olib yurgansan", debdi og'a. Bektoshiy darvish kulibdi. "O'g'irlik gunohmi?" debdi. "Albatta gunoh", debdi og'a. "Unday bo'lsa, hamma jazolanishi, hamma jazosini o'tashi kerak", dedi. Chunki hamma doimo o'g'irlik vositasi bo'lgan ikki qo'lini ko'tarib yuradi, debdi. Bektoshi